Assalomu alaykum hammaga. Kecha salondan chiqqan Cobalt mashinasiga kira ishlari qilib o'tdik. Birinchi o'rinda Lisa video registrator. Lisa video registrator juda ham sifatli. Kilometrgacha olib beradi, necha skorost ketganligi. Kameraning kачествоsi bitta ahamiyat qilib qo'yamiz. Juda ham tiniq. Slipoy zonalarigacha bor. Yoqib qo'yamiz. Juda antiradarlarigacha bor. Hamma funksiyalar to'liq ishlaydi. Nastroyka qilib qo'ygan 4K olib beradi, orqa 2.5K olib beradi. Bir 160 skorosgacha olib bera oladi skorosda. Chiqdi. Wi-Fi orqali foydalansak bo'ladi bemalol. Slipoy zona ishladi. Odamni ko'k qilib beradi, mashinani yashil qilib chiqarib beradi. Bu video registratorimiz ustanovkasidan 1 million so'm chiqyapti. Fleshkasi alohida qo'yiladi, 70 ming so'm bo'ladi. Mashinamizda ko'rkini ochib turgan narsa cruise control tizimi Zazur zavodskiga chiqqan. 480 ming so'mga o'rnatib beryapmiz, aksiya tushirib qo'yibmiz. Baland, past hamma narsa ishlaydi. Cruise control tizim uzoqdan ko'rinishi juda ham chiroyli. Keyin tablosida suvda grasini chiqarib berganmiz 85 gradus. Bu xizmatimiz 200 ming so'm bo'ladi alohida. Program orqali chiqaradi, hech qanaqa muammo qilmaydi. Zavodga bir ishlaydi. Bagaj ochish knopka bo'lmaydi Cobalt mashinasida. Hech qanaqa teshilmagan. Zavodga ochdi 2 marta bo'lsa, bagaj qismini ochib qo'ydi. Bittada yopiladi. Ko'plar aytishi mumkin, yopilmay qoladi. Yo'q, bittada shunday yopganda yopiladi mana. Bittada yopiladi. Orqani yopib yuboradi hozir. Bagaj yopib yuboringdagi. Mana bagaj bittada yopildi. Hamma narsasi ko'ngildagidek ishlaydi. Yana bitta muhim kerakli ish qilib o'tganmiz mashinamizga. Juda ham ko'plar so'rayotgandi shuni. Oldiga setka. Malibu setka o'rnatib berganmiz. Juda ham hozirgi kunda Cobaltlar shunday ablisovkasi ochiq chiqadi, shuning uchun Malibu setka o'rnatib berganmiz ichidan. Pashsha kirib qolmaydi, tosh kirib qolmaydi, radiator osonlikka teshilib qolmaydi. O'shani himoya qilish uchun radiator setka o'rnatib berganmiz. Bu xizmatimiz bamper yechiladi, 150 ming so'm bo'ladi. O'rnatib berish hamma narsasi ichida, setkalar ham originali bo'ladi. Uzoqdan ko'rinishi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Juda ham qulay. Pastdagisiga setka o'rnatib berganmiz. Bu 40 ming so'm bo'ladi ustanovkasi ichida o'rnatib berish bilan. Mashinamiz kecha salondan chiqqan. Bamperlar ochilgan, hech qanaqa ochilganligi ham bilinmaydi. Dazorlari birga bir turibdi. Mashinamizni kerakli ishlar qilib o'tganmiz. Faqatgina vitravik yopishtirib berganmiz uni. Vitravik bilasizlar. Endi yomg'irli kunlarda juda ham kerak. Vitravigimiz o'rnatib berish bilan 80 ming so'm bo'ladi. Salon qismiga ko'p ish qilingan, kerakli ishlar qilib o'tilgan. GPSlari tepaga turibdi. Bemalol foydalanaversak bo'ladi. Oyna ko'targich bloklar ham o'rnatilgan. Quflaganda 4 oynani avtomatik tarzda ko'tarib qo'yadi. Oynalarni tushiramiz. Oynalarni tushirib qo'yamiz. O'zini zavodskiy pultiga bemalol ko'taradigan qilib berganmiz. Keyin avtozapus ham qilib berganmiz, keyin panik ham qilib berganmiz. Quflaymiz. Quflash knopkasi bitta bo'lsa, shopir tomon birinchi, passajer tomon ikkinchisi, uchinchi, to'rtinchi baravariga olib qo'yamiz. Keyin avtozapuska o'rnatib berganmiz. Quflash knopkasini bitta bosib, bagaj bosib tursak, mashinamiz masofadan o't olgan turadi. O't olgan payti gabarit qism yonib turadi. Bagaj bosib turamiz, o'chadi. Panika funksiya ham qo'shib berganmiz. Avtozapuskamiz 150 ming so'm, oyna ko'targich blokimiz 150 ming so'm bo'ladi. Kimga shunaqa sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol telefon qilib kelaversangiz bo'ladi. E'tibor uchun hammaga rahmat.